Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, polupodval sotiladi. 3 metr edi, aka qani? 72 kvadrat chiqadi. Kadr baho aytmalasmi? Ha? Kadr baho aytmalasmi? Aka 19 ga 3 edimi? Yo'q, 355, 374. Xo'p. 374 ga почти 20. Ha, хорошо. Xo'p, hurmatli tomoshabinlar, polupodval sotuvga chiqdi. Samarqand shahar Gagarina hamda hozirgi Firdavsi oldingi Shamyana ko'chasi chorrahasida joylashgan 9 qavatlik yangi domning podvali, polupodval hisoblanadi. Mana bu eshigimiz katta ko'chaga qaralgan, shu eshikdan kelamiz. Skvoznoy ekan, dvor tomondan ham derazasi bor. Remonti bilan to'pli pol qilingan, to'liq kafel poli. Xo'p, san uzili ham bor. Men chiqishda hozir ko'rsataman. Hozircha ishlab turibdi, arendaga berilgan ekan. Shu turishda sotib olib, arendatorni o'zgartirmasangiz ham bo'ladi. Mana bu tashqaridan kirib keladigan eshigimiz. Va kirib kelganda chiroyli, akkuratni san uzili ham bor ekan. Sharoitlarni qilib qo'ygan. To'liq kafilda. Xo'p, ish ishlash uchun hamma sharoitimiz bor. Svet, gaz, suvdan, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Kvadratdan olsak qarib 72 kvadrat chiqadi. Eniga 370, uzunasiga qarib 20 metr chiqar ekan. Mana shunaqa polupodval narxini kvadratiga 900 dollardan so'rayaptilar. Yana savdosi bor. Qiziqqanlar tezda aloqaga chiqamiz.